وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum, hürmetlik körürmenler. Dünyanın her kaysı caylarındaki Şarkı Türkistanlık Müslüman kırındaşlar. Hayat Rehberi Muhammed Aleyhisselam namlıq programımızın 23. sanığa hoş geldinler. Bu sandaki timimiz kıyametinin buluduğallıqıga işiniş. Biz yukarıdaki bundan ilgili programlarımızda Peygamber Aleyhisselam'ın mahfi davet edip baravatkan mezgilde iman keltirgen müminlarga nimelerni ügetkenlikini devam kılıp kelavatımız. Allah'ın birlik barlığına işiniş, periştelerge işiniş, kitaplarga işiniş ve Allah'ın peygamberlerine işiniş katarlık imanını ügetkenlikini dep ötken idik. Ani şu imanның 5. rüknü bolgan bügen kıyametinin bulduğallıqıga işiniş. Kıyamet günü insanların tirilip kopup Allah Taala'nın huzuruga cem bulup muşu dünyada kılgan yaxşı yaman barlıq işlerden hesap berdiganlıqı, yaxşılıqının mükafatını, yamanlıqının cezasını kördiganlıqıga işiniş kerekliki bu kıyametke işiniş oldu. Mekke müşrikleri o vaxtdaki insanlar en işinenmegen, işengüsü kemigen bir mesele muşu kıyamet günü qayta tirilişke işenmeydi. Peygamber Aleyhisselam davet kılgan bu dinga işenmeslik hemme narsaga işensimi muşu kıyamet degen de kandak insan tirilidi. İnsan bu dünyada ölgen tusa ölgenden keyin yerge kömülüp neçe yüz, neçe min yıllarının ötüşü bilen bedelleri düşürüp ya topuğa aylanıp ketken, yok olap ketken tusa bu kandak olap kaytıdın bu tirilip kopudu. Bunu insan aklı anmaydı dep muşunun işengili unumay iman keltirmekti. Bunun için Kur'an-ı Kerim'de imanға davet kılgan ayetlerinin ki bulup mu Mekke devrinde düşken ayetlerinin ki hemmisi degidek muşu kıyamet gününün buluduğallıqı insanların ölgenden keyin tirilişinin hakikallikini her xil şekilde insanlarını qayil kılarlık aklıga uygun kildigan şekilde Allah Teala bunu bayan kılıp akli delil ispatlarını, paketlerini keltirip bu kıyametinin buluşunun hakikallikini insanlar ölüp topuğa aylanıp çirip ketkenden keyin yine qaytadan tirildirişinin mümkün ekanligini ko'rsatgan. Bunun delillerini her xil ayetler bilen bayan kılgan. Mekke'de nazil bolgan ayetlerinin içinde, sürülerinin içinde kıyametten bahs kılmaydigan sürü yok desek mübalağı bolmaydı. Şunçılık köp bu kıyamet hakkında toxtalgan ve kıyamet günü insanların qayta tirilişinin ki mümkün ekanligini her xil deliller bilen bayan kılgan. Ani şu delillerden bazısını bugün biz diqqatinglarga sunumuz. Çünkü bu deliller şu çağda iman keltirgen müminlerin imanını güçlendiriş için kıyametinin haklılığını, insan ölgenden keyin tirilişinin haklılığını kalbide texmi mustahkamlash uchun
kelgan oyatlar yana bir tarafdan iymonga chaqiriladigan mushrik va kofirlarni buningga ishonishga loyiq aqliga uyg'un ekanligini bayon qiladigan oyatlar. Buningki birinchi qilib chaqiriladigan, bayon qilinadigan masala mushu biz yashayotgan dunyo va bu dunyodagi barliq mavjudotlar, osmonlardagi mavjudotlar bo'lsin, zimindagi mavjudotlar bo'lsin, ziminning ostidagi dengizlardagi mavjudotlar bo'lsin va bu mavjudotlarning jumlasidan bo'lgan inson bo'lsin, mavjudotlar hammasi bekorga yaratilmaganligini isbotlash. Bunun bilan qiyomatninki bo'lishininki haq ekanligi isbotlanadi. Alloh taolo oldi bilan shuni bilishimiz kerakki, bu dunyo o'zicha paydo bo'lib qolgan emas. Bu dunyoda hech qanday narsa tasodifiy maydonga kelib qolmaydi. Osmonlarning yaratilishi, osmondagi quyosh, yulduzlarning yaratilishi, ularning harakat sistemasi va ziminning yaratilishi, ziminning quyoshning atrofida aylanib turadiganligi, ayning ziminning atrofida aylanib turadiganligi, hayvonotlarning hayoti, o'simliklarning hayoti, dengizdagi baliq va boshqa jonliqlarning hayoti, ziminning ostidagi qurt-qo'ng'izlarning hayoti, insonning hayoti, bularni hammani tadqiq qilgan vaqtida hech qanday narsaning tasodifiy paydo bo'lib qolmaganligi, buning planliq bir shaklda yaratilganligi, yana buningki harakat sistemalarining, harakat qonuniyatlarining planliq bir shaklda bo'layotganligini ochiq-oshkor ko'rgili bo'ladi. Buningdan ma'lum bo'ladiki, bu planliq shaklda yaratilgan bo'lsa, unda bo'lsa bu yaratilishninki bir maqsadi bor. Bakadan bakaga bunchalar narsalarni yaratmaydi. Dunyoda hech qanday bir odam bakaga bir ishni qilmaydi. Har qanday bir ishni qilsa bir maqsad, bir g'oya uchun qiladi. Shuningga o'xshash bu dunyoni yaratuvchi Allohmi hech qanday ishni maqsadsiz, g'oyasiz, behuda, bekorga qilmaydi. Albatta bu narsalarningki yaratilish g'oyasi bor. Hamda bu yaratilish g'oyasini qisqacha o'rganmoqchi bo'lsak, hamma narsaning harakat sistemasi, hamma narsaning hayoti insonga xizmat qilayotganligini ko'ramiz. Ayning ziminning atrofidan aylanishi, ziminning quyoshning atrofidan aylanishi, quyoshning o'zininki o'qida aylanishi, u osmonlardagi son-sanoqsiz yulduzlarninki aylanishi, bu shuning hammasi yer yuzidagi insonning hayotiga munosabatli. Agar mushuning aylanishida qo'yilgan minut, sekund egiz bo'lib ketsa, yoki bir narsa ishlamay qolsa, udul insonning hayoti xatarga uchraydi, inson bu dunyoda yashayolmaydi. O'simliklarninki unib chiqishi, açlıklarınki buluşu, meyvelerinki çıkışı, dünyadaki sunun yaratılışı, havanın yaratılışı, hemmisi insanın hayatı için hizmet kıldı. Eğer bu narsının bir nerede kan bulup kalsa, insan hayatı yaşayamaydı, hatarga uçraydı. Bundan bolgan iken, qandaq narsani tadqiq qilsak qilayli, bu narsaning g'oyasining inson uchun harakat qilayotganligini, inson uchun yashayotganligini, insonga xizmat qilayotganligini ko'ramiz. Shuning uchun Qur'oni Karimda Alloh taolo va sahhara lakum ma fil ardi jami'a, yer yuzidagi barliq narsani sizlarga xizmatchi qilib berdik deydi. Demak, bunchalar mavjudotlar bu inson uchun xizmat qilish uchun yaratilgan ekan, insonga yaratquchini ko'z tutish uchun, yaratquchining barligini, yaratquchining birligini isbotlash uchun yaratilgan ekan, unda bo'lsa inson nima uchun yaratildi degan savol keladi. Inson aqli bor inson,
aklını işletadigan insan 3 sualni o'ziga so'rashi kerak va so'raydi. Birinchi sual, men qayerdan keldim? Bu dunyoga qanday paydo bo'lib qoldim? Ikkinchi sual, nimishqa keldim? Nimishqa yashayman? Nimishqa o'laman? Üçüncü sual, o'lgandan keyingi ahvolim nim bo'ladi? O'lgandan keyin qanday bo'ldi? Bu narsalarni o'ziga so'rash kerak. Buni so'ramagan, buning javobini istamagan odam bu boshqa aqlsiz mavjudot, aqlsiz hayvonotdan farqi olmaydi. Men nereden keldim sualiga Allah Teala cevap verip ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Men insanlar bilen cinlarni bana boysunsun, bana kulçuluk kılsın, bana itaat kılsın, benim emrimni yeryüzüde dünyada icra kılsın dep yarattım deydi. Demek bütün dünyadaki mevcudatlı insan için yaratılgan, insana hizmet kılış için yaratılgan, insan olsa Allah Teala'ga ibadet kılış, Allah Teala'nın itaat kılış, Allah Teala'nın emrini yeryüzüde icra kılış, beca keltiriş için yaratılgan buludu. Demek biz ne? Bu dünyaya özümüz çıkıp kalmadık. Allah Teala yaratıp ekeldi. Yaratkan iken hem de ne için yaratkanlıkla bu ibadet için, Allah'a kulçuluk kılış için yaratkanlık. Hem de ne için ölümüz? Nima uchun bu dunyoda 70-80 yil yashab o'limiz, o'lan bilan nimishqa o'ldi desa, uning Alloh taolo javob berib deydi: "Allazi xalaqal mauta val hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah sizlarga hayotlikni yaratdi. Hayotlikni ba'di sizlar hayot yashaysizlar, bir necha yil. Undan keyin o'limni yaratdi. O'lisizlar. Bununki sebebini nima uchun o'lisizlar desa, bu sizlarni sinash uchun. Shu yuqoridagi oyatda sizlarni ibodat, ya'ni Allohga qulchilik qilish uchun yaratdik degan edi. Shu Allohga qulchilik qilishda qilamsizlar, qilmamsizlar. Bu ishni yaxshi qilamsizlar, aski qilamsizlar. Shuni sinash uchun. Sizlarni qaysinglar yaxshi amal qildi, qaysinglar o'zining yaratilish g'oyasiga loyiq yaratquchi egisini tunib Allohga ibodat qildi, qaysinglar buni qilmaydi, buni sinash uchun imtihon uchun yaratdik. Endi bu imtihonning natijasi nima bo'ladi? İmtihan kimning imtihondan o'tganligi, kimning o'tmaganligi, kimning yaxshi ish qilib buning natijasini nima ko'radi desa, o qiyomatda ko'radi. Shu qiyomatga ishonish ashaddan keladi. Kıyamet günü Allah Teala insanlarını qaytadan tirildirip, şu dünyadaki imtihandan ötken, ötmegenini eğer belgileydi, ötkenlere mükafat verirdi, ötenmegenlere ceza verirdi. Yani bu hakikatini Peygamber Aleyhisselam Kur'an'ın ayetleri arkalık sahabelerge birinci katı Müslüman boğallığa ügetken. Hem de bir yerde bu hakikatini inkar qilib, buningga iymon keltirmay yashaganlik Alloh taolo deydi: "Afa hasibtum annama xalaqnakum abasan va annakum ilayna la turja'un." Sizlar biz sizlarninki behuda yaratganligimizni bakaga yaratib, hech qanday g'oyasiz, hech qanday maqsadsiz sizlarni yaratib, sizlarninki bu ömrünglar uchun yaşayalışınlar için şunca hava, su, ösümlükler, açlıklarını yaratıp sizlerge bütün dünyadaki mahlukatlarını, hayvanatlarını, asman, zemin, onundaki ay, kuyaş, yıldız, katarlık narsalarını hizmetçi kılıp bilip onundan keyin bakaga ölüp tugaydigan kılıp hiç qanday neticesiz tugaydigan kılıp yarattık dep oylamsızlar. Ve annakum ilayna la turja'un, bizning dargohimizga qaytirilmaysizlar. Öleysizlar, tugaysizlar, o'lgandan keyin tugaydi, shuni bilan hech qanday nima yo'q deb o'ylamsizlar. Bu hargiz undaq o'ylashinglar to'g'ri emas. Biz sizlarni bakaga yaratmadik. Bakaga unchalar mahluqotlarni sizlarga xizmatchi qilib bermadik. Buningki natijasi va o natijasini ko'rish kerak.
Onun için birinci kıyametki işinişninki delil ispatı bunlardan ibaret. İkinci kıyametninki buluşununki zörürlüki, kıyametninki buluşunun kereklikininki delili bu dünyada mutlak adaletinin yokluğu. Bu dünyada insanların hayatı qaratgan bolsak, nurg'unlagan zalimlar var. İnsanlarını bozak kılıdı, hakkını elib alıdı, hatta öldürüdü, uşak ballarını, narisiydi ballarını öldürüdü, uruş içip halkınınki yurtlarını, makallarını işgal kılıp alıdı, o yurtның egelerine zulüm kılıp, her türlü zulümler bilen nahakçılık kılıdı. Ula ölüp tükeydi. Bu dünyada özünün küçüğü tayinip yaşap, şunca vala zulümünü kılıp yaşap, kılgan zulümlerinin, kılgan askerliklerinin cezasını kömey bu dünyadan kitidi, onu körümüz. Şunun okşaş, o zalimlerin ki kolda öldürülgen mazlumlar, o zalimlerin hakkını alanmay bu dünyadan ketken milyonlarca mazlum, aciz kişilerin ketkenlikini körümüz. Bu nahakçılık, bu adaletsizlik, hatta onda bulmagan takdirdi mi, mahkeme, hem de her kandak devlette, her kandak yerde kanun var, mahkeme var. Bu kanun mahkemeleri de kişilerinki hakkını birbirine appirimiz. Birisi yamanlık kılgan bolsa, bozak etken bolsa, onu cezalap, hak egesinin hakkını appirimiz de koyulgan kanunlar, mahkemeler, sotlar. Ama lakin bir adamı adalet mutlak oturuğa çıkmaydı. Neymiş ki çıkmaydı? Çünkü insanlar her türlü yollar bilen, her türlü şekilde hakni nahak köküstüdü, nahakni hak köküstüdü, hatanı doğru köküstüdü, doğrunu hata köküstüdü. Bunun kılış arkalık mahkemeden hata hüküm çıkılışını kolgu keltirdi. Nurgulgan adamlı var. Her xil zulümlerini kılıp kişilerin hakkını algandan keyin ya hakimliğe pul verdi, ya ki advokatlığa pul verdi, ya ki ularni ölüm bilen korkutudu. Kandak kılsa kılıp cezadan kutulup kalıdı. Bu dünyada hiç kandak devlette, her kançı kuşluk devlet olap geçsin, adalet hakiki şekilde oturuğa çıkmaydı. Hatta Peygamber aleyhisselam sahabe kiramlarga şundaq degen. Men sizlarga okşaş bir insan. Men anlaganımga qarab hüküm kılmam. Sizlar ikkinlar mesela cidallashib mening qishimga kelisizlar. Ba'zinglar gapga usta, özünki hakkını nahaq olsunmu, haqliq köksüde alaydigan her xil gaplar bilan köksüde buluşunglar mumkin. Bazılar gapni jaylab kılanmaydigan, özü haqliq turib, haqqini mudofaa kılanmaydigan bo'lishi mumkin. Men bu yerda onun haqiqatini bilmayman. Men faqat sizlarning og'zingizdan chiqqan gapinglarga, keltirgan dalilinglarga qarab hukm qilaman. Shuning uchun bu yerda men xato hukm qilib selish ehtimoli bor. Chunki sizlar meni aldab haqqni nahaq köküstüp gap qila olishinglar mumkin. Şuna eğer ben ashundaq bir xato hukm qilib qo'ysam, sizlar buning xatoligini bilisizlar, shu da'voga olgandan keyin ona masalan palani mal mulk haqida jidallashib kelgan bo'lsa, ma haqiqatgan maning kelgan deb bilib bo'lgan bo'lsam, o haqni anmasın. Çünkü ben onunla dövzakның otudan bir otunu bilip bergen bulumen deydi. Demek bu dünyada hakiki adalet, mutlak adalet oturuğa çıkmaydı. Şunun için mutlak adalet oturuğa çıkırgan bir yer gerek. O yer kaysa kıyamet. Bu şu dünyada mutlak adaletinin yokluğu,
zalimning jazosini olmay bu dunyodan o'lib ketganligi, mazlumning haqqini ololmay o'lib ketganligi, boshqa bir dunyoning borligini u yerda bu haq huquq masalasining mutlaq adolat bilan bo'lganligining dalili. Şoň Allah Taala Qur'an-ı Kerimde deydi: "Ve la tahsabannallaha gafilan amma ya'maluz zalimun." Ey Muhammed Aleyhisselam, zalimlarning qilayotgan zulmlaridan, zalimlarning qilayotgan yomonliklaridan Allah Taala'ni gafil, Allah Taala bunu bilmaydi deb o'ylama. İnnema yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi'l absar. Allah Taala onlardan gafil emas. Onu körüp durdu. Onların kılgan askerliklerini bilip durdu. Onların kılgan zulümlerini hemmini bilip durdu. Ama onlarını kıyamet günü şu közler çekçip gididigan şundak dehşetlik, şundak korkunçluk günge keçiktirdi deydi. Nemişka? Çünkü bu dünyada onların kılgan zulüm, ularning salga yomonliklarining jazosini haqqi bilan belgilab bo'lmaydi. Nimishqa? Chunki ularning umri cheklik. Ular ojiz. Yo'g'on qilsang jazo bersang o'lib qoladi shu. O haq jazosini tetiyolmaydi bu dunyoda. Uning kuchi yetmaydi, qodir bo'lolmaydi. Shunga uning jazosini oxiratda berman deydi Alloh taolo. Oxiratdagi mangu jazo, qat'iy o'lmaydigan jaza aşağıda birildi o zalimliğe. Demek bu dünyadaki adaletinin bulmaslığı ahiretinin buluşununki hak ekanliginin delili deb gösterdi Kur'an-ı Kerim'de. Üçüncü delilemde bu kapırlarınki, Mekke'nin müşriklerininki oturuğa koygan Kur'an-ı Kerim'de bekçik zikir kılındı olanınki gepleri. Biz ölgendeki keyin qanday tirilimiz, qanday soňaklarımız çirip ketken tursa, qanday asli keladi deb. Bununla Allah Taala cevap berip deydi. Birinci kıtım yaratkan, dastlapda sizlar zaten soňa koňlumy ýokdy, eşmaňly ýokdy. Sizin yoktan bar kılgan Allah, sizler o ölüp, tuprakka kirip, topulap, çirip, yoklap ketkendan keyin qaytadan tekrar yaratışga albatta qadir. Bu insanın aklı en kabul kıldıgan narsa. Bir insan yok bir narsani ijod qila olsa, o da ijod qilishda jiq japalarni tatidi, necha qatim tajriba qilib baqadi, oxirsida ijod qiladi. Qilgandan keyin bu ijod qilgan narsa buzilib ketsa, yoki yo'qolib ketsa, uni qanday ijro qilganini bilganlik uchun uni ikkinchi qatim takrordan nima qilishi uningga texmi oson bo'ladi. Mana shu hamma inson qabul qiladigan haqiqatni Alloh taologa misol keltirgan vaqtimizda Alloh taolo deydi, sizlarni yo'qdan men yaratgan ekanman, yo'qolib ketgandan keyin yana yaratishga qodir. Ve huvallazi yebda'ul halqa summa yu'iduhu ve huve ahvanu alayh. O Allah şundak bir zat ki, o zat yaratışını başladı. Hiç nasıl yoktu. Asman yoktu, zemin yoktu, ay yoktu, yıldız yoktu, koyaş yoktu, insan yoktu, hayvan yoktu, hiç mi yoktu? Hemmini Allah Teala yoktun yarattı. Hem de o yoktun yaratkanlıkken onu kaytıdın yaratış yoklap ketkenlikken onu mu yaratalaydı? Ve huve ahvanu alayh. O qaytadan yaratış onun texmi asan. Yani insanın aklı boyunca aytgan vaqtida Allah Taolaga hamma narsa asan, Allah Taolaninki oldida tas asan aytgan gap yo'q. Ammo biz insonning aqliga bizga nisbatan birinchi qatim yaratish, paydo qilish tas, uni ikkinchi qatim qilish asan. Bu mantiq boyunca qilsanglarmi, o'lgandan keyin tirilishga ishonish nayta asan. Allah Taala sizlarni yo'qkan yaratdi, yo'q bo'lgandan keyin yana yarata oladi. Yine deydi Allah Teala ve yekulul insanu iza ma mittu la sawfa ukhraju hayya. Men insan şunda deydi, bu kafir insan. Allah'a işenmetken, kıyametke işenmetken insan şunda deydi. Men ölgenden keyin yine hayatlıkka qaytırılamanmı? Yine şu tupraktan hayat canlılık olap çıkamanmı? Dep şunda deydi. Bundan ait inkar şekilde. Mümkün emas anda qilish. Dep deydi. Onun Allah Teala cevap verip deydi. Evela yazkurul insanu anna halaknahu min qablu ve lem yaku şey'a.
O hiç narsa emas ekan. O yo'qkan. Onun son hukmi yo'q, ishimiz yo'q ekan. Uni biz yaratganligimizni aslamamdi bu inson. Men o'lab tushirib ketgandan keyin qanday bo'ldi deydi-yu, ammo o'zi yo'q vaqtida, hech nimasi yo'q vaqtida yaratganligimizni aslamamdi. Agar uni aslasa, o yo'q bo'lgandan keyin yaratishga ishonish unda qiyin ish emas. Onu yo'qdan aslidan yarata olgan zat, o yo'qlab ketgandan keyin o'lgandan keyin albatta yarata oladi deydi. Bunun bilan Alloh taolo qiyomatga ishonishninki mantiqiy shaklda, logikalik bir delil isbot bilan hamma odam qoyil bo'ladigan, qabul qiladigan dalillarni keltirish orqali qiyomatning bo'lganligini isbotlab o'tadi. To'rtinchi keltirilgan dalil Qur'oni Karimda Allah Teala insanni yaratgandan keyin tirildirishga osmon va zaminga o'xshash nayt katta, nayt qiyin bundoq bir narsani yaratgan zotning insonni qaytadan yaratishga qodir ekanligini Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qiladi. Bumi logikalik bir dalil. Cho'ng bir narsani, qiyin bir narsani qila olgan inson undan kichik bo'lgan, onun oson bo'lgan narsani qila olishi uni aniq gap. Buni har qanday odam qabul qilgan bir haqiqat. Unda olgandan keyin Alloh taolo osmonlarni yaratganligini, osmondagi quyosh va boshqa yulduz mahluqotlarni yaratganligini, zaminni yaratganligini ko'rsatib turib, mushuni yarata olgan zot sizlar o'lgandan keyin sizlar degan kichikkina bir narsa o zaminga, osmonga nisbatan o sizlar bir chivining qanchig'im tankanmaysizlar. Shu sizlarni o'lgandan keyin tirildirishga albatta qodir deb uningga javob berdi. Deydi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Eveleysellezî halakas semâvâti vel ard biqadirin alâ en yahluqa mislahum." Osmonlarni ve zaminni yarata olgan, mushundaq qonuniyat sistemalarini bekitib, necha milyon yillarning o'tishi bilan uni buzilib ketmay tutib tura olgan Alloh taolo ularning o'qishini, ya'ni bu insonlarning o'qishini yaratishga qodir emasmi? Bala, albatta qodir. Va huval xalloqul alim. Unayt bak yaratquchi va ilmlik, hammani bilguchi. O insonlar o'lgandan keyin badanininki nakatganligini, tuproqqa aylanib, nalarga singib ketganligini hammani biladi. Uning uchun hammani asliga keltirib Allah Teala nima qila oladi? Hammani yaratib akila oladi. Bu mantiqiy bir dalil. İnnama amruhu iza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah Teala bir ishni qilmoqchi bo'lsa, o ishqa insonlarga bizga o'xshatjaq narsalarni, jiq materiallarni to'plab qilib, o necha kun, necha vaqt ishlash ketmaydi onunga. Allah Teala bir ishni qila olsa, kun deydi, bol deydi, o narsa darhol bo'ladi. Mushundaq katta qudratli zot. Silni ham o'lgandan keyin qayta tirildirishga qodir emasmi? Albatta qodir. Sil ma'ulni o'ylab baqsanglar, qiyomatga ishonish andaq tas bir aqlga qabul qilmaydigan, aqlga sig'maydigan bir ish emas. Albatta aqlga sig'adigan bir ish. Deb Alloh taolo bu dalillar bilan insonlarga qiyomatning bo'lishining haq ekanligini, qiyomatning bo'lishiga iymon keltirishninki lozim ekanligini bayon qildi. Payg'ambar alayhisalomninki shu yangi musulmon bo'lganlarga o'rgatgan iymon, aqida mushu narsalar edi. Bu qiyomatgacha butun har qanday musulmon ishonishga tegishlik, bilishga tegishlik masalalar. Shunga buni Qur'oni Karimda bayon qilgan. Endi buningdan Qur'oni Karimda nurg'un olgan oyatlar bor. Bu kofirlarning har turli degan gaplari bor. Bu qiyomatning bo'lishiga aloqaliq. Uning hammasiga Alloh taolo shunday aqli, mantiqiy, logikalik bir shaklda hamma odamning aql qabul qiladigan shaklda bayon qilgan, javob bergan nurg'un oyatlar bor. Buningki biz bu programmaning vaqtini rioya qilib, mushunchalik dalil bilan kifoya qilamiz.
Hamda bu yuqorqi nimadan oladigan bizningki dersimiz tovandikicha bir qancha dersni olamiz bundan. Birincisi Alloh taolo iman masalasiga o'ziga ishonishi olsun, oxiratga ishonishi olsun, payg'ambarga ishonishi olsun, iman ishonishga tegishli masalalarni bayon qilishda insonlarga aqli dalil paketlarni keltirish orqali aqlni qoyil qilish orqali iymonga da'vat qiladi. Buningda hech qanday inson qabul qilolmaydigan yoki aqliga sig'maydigan hech qanday narsa yo'q. Hammasi aqlini ishlatgan har qanday odam qabul qila oladigan dalil paketlar bilan buni qoyil qilish orqali dinga chaqiradi. Dinga hech kimni zo'rlab, majburlab yoki aldab pul verib bunda chaqirtgan ish yo'q. Faqat qoyil qilish orqali aqli dalil keltirish orqali chaqirtganligini bilamiz bu yerda. İkinci, bundan aldığan dersimiz, dünyadaki hiç qanday narsa, onun içinden insan maksatsız, bihuda, bekarı yaratılgan emas. Hamma narsanın bir maksadı var, bir gayesi var. Allah Teala onu maksat için yaratgan. Şu maksatga qarab mağdu. Bundan çıkarımız bu dersten. Üçüncü, çıkartgan narsamiz qiyomatga ishonish, bu dunyoda adolatni barpo qilish va zulmni yo'qotishning birdan bir yo'li. Birdan bir chorasi. Bu dunyoda haqni turg'izish, adil adolatni o'tirg'i chiqarishning yo'li qiyomatga ishonish. İnsan qiyomat kuni Alloh taolaning oldiga bordiganligini, Allah Teala'nın aldığı bu dünyada kılgan meyli söz, meyli iş, meyli mahbi, meyli aşkara, meyli çoğ, meyli küçük her kandak narsının Allah Teala'nın aldığı da keldiğanlıqını, yani hiç kandak narsını yoşurup kalanmaydıqanlıqını, çoğ küçük her kandak narsının mükafat cezası bolduğanlıqını çin kalbiden işengen, haqiqiy işengen, muşun esidan çıqamagan insan qat'iy zulm qilmaydi. Hiç kimning haqqini yemaydi, hiç kimga yolg'on gap qilmaydi, hiç kimni aldamaydi. Chunki qiyomat kuni Allohning oldida javob berolmay qoldiganligini, Allohning oldida bu dunyoda qilgan ishininki hammasidan jazoga tortilganligini bilganligi uchun o hargiz nima qilmaydi. Shuning bilan adolat haqiqatan o'tirg'i chiqadi va zulm yo'q bo'ladi. Mana bu qiyomatga ishonishningki, shunga qiyomatga ishonishni nihoyatda mustahkam tutadi Qur'oni Karim, nurg'unlagan oyatlarda qiyomatdan bahs qiladi. To'rtinchi hamda qiyomatning bo'lishi yuqoridami dedik, zaruriy bir ish. Qiyomat bo'lmasa bo'lmaydigan narsa. Qiyomat bo'lmaydigan bo'lsa, bu dunyodagi hayotning hech qanday ta'mi bo'lmaydi. U zulm qilganlar, zulm bilan qilib o'tgan, mazlumlik bilan o'tab ketgan bu dunyoning hech qanday qiymati bo'lmaydi. Qiyomat bo'lish zaruriy bo'lishi kerak bo'lgan bir narsa. Beşincisi hamda oxirgisi haqiqiy hayotlik qiyomatning hayoti. Qiyomat kunidagi hayot. Bu dunyodagi hayot haqiqiy hayot emas. Bu dunyodagi hayot ma'lum muddat 100 yil masalan anjiq bo'lsa, yashaydigan ma'lum muddat bir hayot va qiyinchilik ichida yashaydigan bir hayot. Har qanday odam bir yaxshi yashash uchun jafo tortib ishlash kerak, qiynalish kerak, yine o har xil qiyinchiliklar bilan aran yashab bu dunyoda o'lib tugatgan gap. Vaqtimiz az bo'lganligi uchun bu masalani texmi keng kishada gap qilishga vaqt qolmadi. Ammo qiyomat kunidagi mangulik hayot bo'lganligi uchun hech qanday narsa yo'qolmaydi. Jannatga kirgan odam jannatda rahat farog'at bilan yashaydi. Hargiz undaq qiyinchilik tortgan ish yo'q. Do'zaxga kirgan odam do'zaxda doim azob bilan yashaydi. Azobdan qutulgan ish yo'q. Haqiqiy hayot ana shu oxiratda bo'ladi. Buni biz bu darsdan chiqaramiz. Alloh taolo bizlarni to'g'ri iymon
bilan yashab, qiyomat kuniga bo'lgan iymonimizni mustahkamlab, har bir qilgan so'zimizni, har bir qilgan ishimizda qiyomatni o'ylab, Alloh taolaning oldida mushu ishimdan javob bera olamanmi? Bu qilgan ishimga mukofot olamdimi yoki jazo olamdimi? Bu narsalarni o'ylab qiladigan angliq musulmonlardan bo'g'ili nisib qilsin. Alloh taolo hammamizni iymon bilan yashab, iymon bilan ketgan nisib qilsin. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning rahbarligida to'g'ri hayot yashag'ili nisib qilsin. Amin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.